Mana bu aka haq gapni gapirib qo'yibdilar. Bitta eshiting. Men ideal emasman, oddiy misol. Men xotinimga yaxshi gapira olmasman. Men uni erkala olmasman, unga mehr bera olmasman. U xohlayotgandagi gapni chiroyli gapni gapira olmayotgan, lekin men uyimga ro'zg'orimni qilyapman. Bola chaqam endi bu uydan birov eshigimni taqillatib kelib, anaqa qilib ichib kelib yoki dori ichib anada kay qilyapmayapman. Mana shu yuvanslarni ham olib qarash kerak. Oilada bu faqat sevgi hisobga olinmaydi. Nafaqasi ham hisobga olinadi. U faqat yaxshi ko'rish bilan ish bitmaydi, okay? Haqiqiy hayot tushuntirishmayapti. Ajrashib ket, boshqasiga tegasan. Ertaga hop ota-onangni oldiga taq etib san qaytib kelding, adang Xudo ko'rsatmasin ko'chadan adang uni qizi mamma qilib kelsa, adangga shunaqa botsa bitta qo'li 2 kun qo'lim ivishyapti, paket infarkt bo'lib o'lsa, adangni ko'mishsa, o'sha uyga san ham sig'maysan. Onangni ko'mishsa, san ham o'sha uyga sig'maysan. Keyin hayoting barbod bo'lishini o'ylagan.